Dunyo ishlaridan malollanib ketdingmi? Qarzing ko'pmi? Yashash yoqmayaptimi? Unda diqqat bilan quloq soling. Payg'ambarimiz bizni tushkunlikka tushmasligimiz uchun bizga bir duoni o'rgatib ketganlar. Agar shu duoni har kuni ertalab va kechqurun aytib yursangiz, siz inshaalloh qarzlaringizdan ham, hamma qayg'u g'amlaringizdan ham voz kechasiz. Bu qanaqa duo edi? Eslab qoling. Allohumma inni a'uzu bika minal hamni wal hazan va a'uzu bika minal ajzi wal kasal va a'uzu bika minal jubni wal bukhl va a'uzu bika min g'alabatid dayni va qahrir rijal. Mana shu duoni yodlab olsangiz, inshaalloh qalbingizga taskin topgan bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.